Ko'pchilik, men qaranglar. Adil Davud, chiqinglar. Plan gruppamizdagi mana shu Davudlar Adil oldin qayliqmish plan bizdagi bosh shirkatga intay yarak ketibdi. Bosh lider bizga 1000 million mukofot beribdi. Bu ishchilarniki meselesi. Davud, o'zing qandaroq ko'z qarashing bor? Rahmat ko'pchilik. Hamda men oldin qayliq planni hammasini men qilgan bo'lsam-mu, ismini qo'shib kechizlab ishlagan bo'lsam-mu, buni arlig'i bersanlarmi mayli endi. Ha? Adil, mana men qo'y. Taqinglar. Ko'pchilik sabr xo'sh qiling. Shirkat shuni qaror qildiki, shirkatdagi barliq xodimlarni oldimizdagi damlashda sen olishga bo'ldi. Şirketin chiqimda qilgan bo'ldik-da endi unga. Qancha pul ketadi shunga? Yo'q, bu shirkatdagi bu qitimliq barliq xodimlar qilgan paravolliqi. Lekin bu qitimliq sayatga men boramaydigan bo'ldim. Chunki shirkat cho'qim bir odam qilib jubar qilmasa mayli ekan. Siz qilgancha men qilgan bo'lsam, men sizni o'rnida jubar turib bersam bo'ladi endi. Amaliyotda Davud buni cho'ngish emas. Agar undan samimiyat olib qolsa, cho'qim bir siqab shu qo'ydini qubul qilsam bo'ladi. Unda bo'lsa Davud qolsin, biz 10 kun sayat qilamiz. Ondan jabarat Davud kama. İşlemler. Mahkum siyasete şöyle tıktığımız. Bağa yerler o ona çıktı. Bilmese öyle. Davud, bugun yig'indagi maqsadi bir bo'lim boshqa saylamoqchi. Men bizniki boshliqlarga sintaksiya qildim. Har ikisi bizdan durdi. Ko'pchilik, shirkatning masalasi natijasida biz Davudning bilim boshqalarni qaror qildik. Endi ko'pdan ko'p kishilarga rahmat. Meni bilim boshqa qilmasanlarmi, bu ishxonada nurg'un mendan munavvar xizmatchilar bor. Masalan, Adil xizmatga kelganlar istoydil. Mehribonmi, xaridorlar shunday yaxshi ma'lum qildi. Alqam shunday yaxshi. Tug'ilda boshqamni Musa yildirib chiqqanga rahmat. Davud, sen nəhayət to'g'ri gap qilding. Olta. Menimcha bu Davud bu xizmatni nəhayət bas kelmaydi deb qarayman. Turg'unni bu Davudni ko'rsatishimiz bir xatolik. Men turg'unni bu ish to'g'riliq ayrim aytmayman. Menimcha bilim boshqa sen turibsiz. Biz yaxshi o'ylashib bir qaror qilaylik. Davud menimcha bunga bas kelmaydi. Davud o'zi to'g'ri bu yaxshi bir ahvol. Biz buni yana o'lishib boqaylik. Bo'ldi, yig'in taqalib. Yurun. Nim takalib qilaversa, kallamni veti bo'shab qolibsan aka. Ishimiz baldirmabsa. Qo'y, menda yog'alar takalib qo'ygan. Odil senda aqlliqga. Bashirdan oldi yuzim tikib qoldim. Kirkaman yashtirib menga bo'ldi, yiqila. Son kuyinganda men ayolim kuyinsamcha. Boshqa bir kalam desam bo'lmaydi, takalib qilsam bo'lmamdikin ama. Biz memleketçinin hayatında şu işler dokanımız elimizde pul çıkarıp sizin bir mimar kılmışsınız. Da qilsa qanday qildi? Biz mehmon qilsam bo'ladi. Kile, getir. Ama onlar planı işini okutanlar. Yakını Merdan işxanda tılarını çıkarlık için ben bayqab qaldım. Şoňa men onun 5 milyon fark qo'ydim, amma aylyk mal tutib qaldi. Şondan chiqib bizning ishxonaga hammalar deganlar, hayflarni ishxonada o'tirib, talarning ishxonadan bilib qolsan, sizlarga o'xshashadigan sizlar. Maşallah yo'q, ham farqim bor. Va shirkat ishlangan cho'q kimdan qaytishga rioya qilib yaxshi ishlaylar. Ularda bo'ldi. Bor. Shaxsiy ish qilib qilib qoldim. Tetikda. Hey? Davudma? Men siz kim o? Mening kimligimni so'ramasam bo'ldi. Sen aytgan menda bir tunishtirgan menga. Hozir shu olimsa? Hozir qo'limda oldirat jiqish va uning ustiga shirkatda shaxsiy ishga qo'ymaydi-da. Shuni boshdan siz o'tgan. Bu ish bek oson qara. Qo'ymi ko'p berma.
10.000 koy. Ha. 10.000 koy. 10.000 koy deganga. Yip-yim ko'patani olsam bo'ladigan-ku. Ben kalkmaysan mı? Ha, ma'qul, olay. Bo'ldi. Ha, ma'qul kelishdik hamsa, ha? Ha, ma'qul. Ha, ma'qul qo'y. Yaxshilar. Tava. Sen bu xizmat tutmamasın o. Ben kalsam bir kılgarsan 20 tüymepti. Oldu. Sen oturup cevapladın. Hemen tükettikten sonra ateşini çıkıyor bulamlar. Yaxshilar. Ma'qul. Ne oldu? Dayım kar sallamışlar olsun küresine. Budunu gidip kakılar. Sağ ol şu azı bebek evler. Çakkan pütürünü samamaydı. Pütür bulamısan cevabırak olsun. Falan da. Bu pozitif poq yeganda mi tez to'xtadi ya? Ha, azon yaxshimi? Ama necha kun yapgan mijozim yo'q. Ruxsat so'ram kelgan. Sen kaç gün ruhsat sorulmakçı? 6 kun. 6 gün. Bir gün ruhsat sorsan 300 gün maaş tutuldu. 6 günge 3000 gün maaş tutuldu. Ha, ma'qul, tushundim. 6 kun ruxsat so'rasam 3000 kun tutulsa, maaşım 10.000 koy. Yani 7.000 koy qoldi. Maaşım qilsam 10.000 koy, o 7.000 koy. Skor sen topib kerak ekan o. Ha, azon. Ha, sizga yo'q yutuqni ochib avatatdim juma. Vay. Davat. Vay, azona. Ha baba, cidden tapşırıp alamadım ama. Evet, kendim oturunuz asla kaldım iken. Vay ya, kemmidi deyme atırsa ben. Yaxşıra qara bakayın ona. Ma'qul, men hozir qaray. Shirkatdan chegayapti nima mana? Hoplarni qanaqlarni ko'rib qolsa, işte bu bilaman mana. Haros. Biyojinovat to'sqizib qo'ysam bo'ldi qorasa. Sat bo'ldi ya. Amina, ishga chiqib qolmadi, biz biyojinovat mush kichik bolalarni zazadi. Men qumbat bilan ham ko'ngil olaman. Sabak sat bo'ldi. Esconde. Ezon sizmi? Ha, men. Yaxshi. Siz topshirgan narsani yezib tugatdim. Ha, senmidi ama kim deymedi ki? Hey. Ha, pezizsen? Yaxshimi? Ha, bilka. Yaman nima kasib sen? Na, bo'pti. Degandek chiqibdi.
Mana men ko'pa. Ha? Qanchlik qimijim bor ekan, ha? Qanday fikr qilasiz? Bak. Hey, ko'rishamiz nima? Davot. Endi sen misin inşallah degine? Ben bu ailegen gelip sen kalmadım ha? Adam o çıraya qarab bağ egilmaydı o. Çırayında şundaq yaxşılaydigan, yaxşı balıb gitsem, sırt iş yapaldığında. Boldu. Bu aylık mugabatan yok. Adıkin 5 bin fark ya. Qadaq, fikrin var mı? Yo'q. Maguyni. Buray kecha kunduz shunda chapaliq ishlab, hammamiz ko'pikdan oldi. Salom. Azam. Hemen material işte. Nayet yaxşı. Şundaq qilib bu ayda. Endi 100 bin kuni bor. Onu yok ayırmaşçı. 5 bin kuni bo'yishda bayqalıq çok farq qo'ydi. 3 bin kuni koçini tutdi. Hem sen iş bugün kanka. 10 bin kun majbur, 10 bin kun hamma tutsa, haqqani ağzını qanday zamanga qoladi ha? Nice.